Dityan Aston Griffinga qarshi. Aston Griffin ma'budlar qiroli va ilohiy mavjudot. Kuch cho'qqisi kosmik darajada. Aston Griffin ma'budlar qiroli darajasining eng yuqori bosqichiga yetgan va nur hamda yaratilish ma'budi sifatida tanilgan. Bu daraja esa uni taxt muhri olamida mutlaq kosmik mavjudotga aylantiradi. U vaqt va makon chegaralaridan ustundir. Noyob mohiyat va unsurlar. Aston Griffin mutlaq nur va mutlaq qorong'ulik kuchlarining uyg'unlashuvini ifodalaydi. Shu sababli u bir vaqtning o'zida bir-biriga zid bo'lgan unsurlarni boshqara oladi va ko'p boshli mavjudot sifatida namoyon bo'ladi. Asosiy kuch va qobiliyatlari u nur va qorong'ulikni uyg'unlashtirgan ilohiy yaratilish nurini egallagan. Bu kuch barcha unsurlarni bostiradi va boshqa ilohiy mavjudotni yo'q qila oladi. Chunki u yaratilish va qiyomat mohiyatini ifodalaydi. Shuningdek, u qonunlar ustidan mutlaq nazoratga ega bo'lib, kosmik miqyosda reallikni o'zgartira oladi. Kuch miqyosi esa kosmik multikoinot darajasida harakat qiladi. Xohishiga ko'ra galaktikalarni yaratishi yoki yo'q qilishi mumkin. Dityan cho'q hayvonlar ma'budi, kuch cho'qqisi va cheklangan daraja. Dityan eng yuqori darajadagi hayvonlar ma'bud, yarim ma'bud bo'lib, 99-darajadagi Dolu darajasidagi eng kuchlilar bilan teng. U ruhlar zamini olamidagi eng qudratli mavjudot, ammo haqiqiy ma'bud darajasiga o'ta olmagan. Shaxsiyat va olam cheklovlari tufayli u oltin ajdarho qiroli, ya'ni barcha ruhiy hayvonlarning hukmdori sifatida tanilgan. Uning kuchi ajdarho ma'budining qolgan qudratidan kelib chiqadi va unga nihoyatda kuchli vayronkorlik qudratini beradi. Biroq ruhlar zamini koinotining qonunlari bilan cheklangan, shu sababli ma'budlar qiroli darajasiga ko'tarila olmaydi. Asosiy kuch va qobiliyatlari u vayronagarchilik qonunini egallagan bo'lib, unga sayyora darajasidagi halokatli hujumlar qilish imkoniyatini beradi. Jismoniy kuchi juda kuchli, chidamliligi va qayta tiklanishi deyarli yo'q bo'lmas darajada. Kuch miqyosi esa sayyora bilan cheklangan ilohiy olam darajasidagi faoliyat yuritadi. Ruhlar zamini doirasida u mutlaq kuch hisoblanadi, ammo kosmik miqyosda emas. Jang xulosasiga keladigan bo'lsak, mutlaq g'olib bu Aston Griffin. G'alaba sababi esa daraja va kuch miqyosidagi mutlaq tafovut. Aston Griffin ma'budlar qiroli va yaratilish ma'bud darajasiga yetgan bo'lib, koinot miqyosida hukmronlik qiladi. U reallik, galaktika va koinotni yaratishi yoki yo'q qilishga qodir. Dityan esa qanchalik kuchli bo'lmasin, faqat sayyora va cheklangan ilohiy olam darajasi bilan cheklanadi. Yakuniy xulosa qilib aytganda, Dityan nihoyatda xavfli raqib bo'lib, o'zining ulkan jismoniy kuchi, chidamliligi va vayronkor qudrati sababli og'ir va uzoq davom etadigan jangni taqdim etishi mumkin. Ammo yakunda Aston Griffin mutlaq ustunlik bilan g'alaba qozonadi. Uning ma'budlar qiroli darajasi va kosmik miqyosdagi qudrat Dityan yetib bora olmaydigan darajadan yuqoridir. Bu jang butun koinot hukmdori bilan bitta sayyora hukmdori o'rtasidagi to'qnashuvdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Bundanda qiziq kontentlar, do'q va tahlili hamda Banana TV platformasida